Muhabbat, bilasizmi, ortda qolgan 2025-yil o'zbek sporti, aniqroq aytadigan bo'lsak, o'zbek futboli uchun juda ham muvaffaqiyatli yillardan biri bo'ldi. Shuning bilan birga 2026-yil mas'uliyatli yillardan. Sababi, nega bu gaplarni aynan Qashqadaryoga kelib aytyapman? Sababi aynan O'zbekiston milliy terma jamoasi jahon chempionatini qo'lga kiritganligida qashqadaryolik futbolchilarning o'rni beryapmiz. Haqiqatda fikringizga qo'shilaman. Aynan Otabek Shukurov hamda Bobur Abduxoliqovni fikrimizni isboti qilib keltirishimiz mumkin. Quvonarli jihati aynan mana shu futbolchilarni o'rnini bosa oladigan yosh avlod tarbiyalanyapti. Buning uchun esa aynan Nasaf futbol maktabi, umuman olganda Qashqadaryo futbol maktabining o'rni beryapti. Aynan navbatdagi lavhamizda qashqadaryolik yosh futbolchilar va ularga yaratilgan imkoniyatlar haqida tanishamiz. Marhamat, tomosha qilamiz. Keling bugun go'zal xayol suraylik. Bosimsiz o'yinni kulib ko'raylik. O'tkirning sevlari buncha chiroyli. Assalom mundial, salom mundial. Bunyodkor gurilla to'yga dastyordir. Gollar ko'p bo'ladi, muxlis hushyordir. O'zbeklar kelyapti, AQSh tayyordir. Assalom mundial, salom mundial. Zarba! Futbol dunyodagi eng ommaviy sport turlaridan biri. Bugun ushbu millionlar o'yini bilan dunyo bo'ylab 250 milliondan ortiq inson shug'ullanadi va mahalla maydonchalaridan tortib ulkan stadionlargacha bugun insoniyatni birlashtiruvchi umumiy tilga aylangan ushbu sport turi sog'lom turmush tarzi, intizom va xarakter maktabi. Bugun O'zbekistonda ham futbol tezkorlik bilan rivojlanayotgani hech kimga sir emas. Bunga Qashqadaryo misolini ham keltirishimiz mumkin. Ma'lumotlarga ko'ra, bu hududda futbol bilan muntazam shug'ullanuvchilar soni 16724 nafarni tashkil etar ekan. Bu ko'rsatkich futbolga bo'lgan qiziqish yil sayin oshib borayotganini namoyon etadi. Shu bois O'zbekiston vaqti bilan dasturining ijodiy jamoasi Qashqadaryo viloyati Qarshi shahriga yetib keldi va bizning ilk manzilimiz Nasaf futbol klubi. Ming 1986 yilda tashkil etilgan Nasaf klubi bugun Qashqadaryo viloyatining sport ramziga aylangan. Jamoa o'zining barqaror rivojlanish strategiyasi, kuchli maktabi va yuksak natijalar bilan mamlakat futbolida alohida o'rin egallab kelmoqda. Nasaf mamlakatimizning eng yetakchi klublaridan biri sifatida e'tirof etiladi. Jamoa bir necha bor mamlakat chempionati va kubok bahslarida g'oliblik hamda sovrinli o'rinlarni qo'lga kiritgan. Qolaversa, Nasaf xalqaro musobaqalarda ham O'zbekiston sharafini munosib himoya qilib kelmoqda. Nasaf jamoasini o'rni o'zbek futbolida juda katta. Prezidentimizga rahmat aytamiz. Futbolga qaratayotgan e'tiborlari uchun, shunaqa sharoitlar yaratib qo'yilganligi uchun. Bunaqa sharoitlar yo'q edi bizda. Ba'zamiz bor edi, o'zimizda o'yingohimiz ham yo'q edi. Hozirgi kunda jamoada hamma sharoit bor. 3 yil 21, 22, 23-yilda kubok oldik. 24-yil O'zbekiston chempioni bo'ldi jamoamiz. O'ylaymanki, bundan keyingi rejalar ham mana shu yosh futbolchilarni terma jamoa darajasigacha yetkazib berish. Viloyatimizda 3 ta professional jamoa o'z faoliyatini yuritib boradi. Bu Nasaf, Mashal, Sho'rtan jamoalari. Barcha jamoalarimizda o'z futbol maktablariga ega. Bu maktablar o'sha terma jamoalarimiz uchun, turli terma jamoalar uchun futbolchilarni yetishtirib berishda juda faol qatnashib kelyapti. Hozirgi futbolchilarga juda ham havasimiz keladi. Bizning davrimizdagi hozirgi ularni yaratilgan sharoitlar uchun har doim ularga ta'kidlaymiz, bu imkoniyatdan foydalanish kerak. Nasaf futbol maktabidamiz. O'zbekiston terma jamoalarining turli yosh toifalariga yosh yulduzlarni yetkazib berayotgan ushbu maktab 2009-yildan beri faoliyat yuritib boradi va bugun bu yerda yosh yulduzlar yetishtirib chiqarilmoqda. Работа, которая здесь проводится, дает результат.
Bu yerda olib borilayotgan ishlar o'z natijasini bermoqda. Biz uchun barcha zarur shart-sharoitlar yaratilgan. Hozirgi kunda bu yerda 2009-yildan 2019-yilgacha bo'lgan yoshdagi bolalar muntazam ravishda shug'ullanishmoqda. Bugungi kunda Nasaf futbol maktabida 1000 nafardan ortiq bola qamrab olingan. Bu esa yurtimizda futbolni ommalashtirish borasidagi ishlar samarasini yaqqol ko'rsatadi. Bu maktabga respublikamizning turli viloyatlaridan iqtidorli yosh futbolchilar yig'ilib, zamonaviy sharoitlarda tahsil olishmoqda. Toshkentdan kelganman. 4 yoshimda Lokomotivga borganman. O'shandan to'g'ri Nasafga kelganman. Hozir ham Samarqand jamoasi bilan o'yin o'tkazamiz. Bunaqa o'yinlar ko'p bo'lib turadi. Qashqadaryo viloyati Qarshi shahridanman. Nasaf futbol akademiyasida mashg'ulot qilaman. 3 yoshimdan beri futbol o'ynayman. Hozirda 14 yoshdaman. Toshkentdan kelganman. Abduqodir Husanovdagi O'zbekiston nomini dunyoga tanitmoqchiman. Qashqadaryoda ayollar futboli ham anchagina rivojlangan. Xususan, Sevinch ayollar jamoasi mamlakat chempionatlarida yuqori natijalar qayd etib, o'zining yetakchi klublaridan biri ekanini namoyon etyapti. Jamoalarimiz U10 dan boshlanadi. Bu degani 10 yoshgacha bo'lgan qizlardan. Katta guruhimiz 17 yoshgacha. Birinchi o'rinda berganimiz yo'q hech kimga. 2025-yili ham 3 ta kubokda ham Qashqadaryoga olib qoldik. 2015 dan beri futbol o'ynayman. Professional Sevinch klubida o'ynayman. Ayollar futboliga ancha e'tibor yaxshi. Ko'rib turganingizdek, hamma sharoitlarimiz yaxshi. Futbol men uchun hayot, juda qiziqaman. Futbolga o'zim Xorazmda yashayman. Xorazmda shug'ullanib, maktabdan o'sha yoqqa kelganman. Bu yerda sharoitlar yaxshi. Zafar Xolmurodov, Ro'ziqul Berdiyev, Botir Qorayev, Erkin Qiyomov, Aziz Rahmatullayev. Bu nomlar O'zbekiston futbol muxlislari uchun juda ham yaxshi tanish va ularning barchasini bir jihat birlashtirib turadi. Ular Qashqadaryo zamindan yetishib chiqqan. Bugun ham bunday nomlar kam emas. Bobur Abduxoliqov, Husayn Norchayev, Akmal Mazgavoy va boshqa o'zbek yosh futbol yulduzlari. Umuman olganda Qashqadaryo futbol maktabi o'ziga xos brendga aylanib ulgurgan. Bu yerdan milliy terma jamoamiz qolaversa, yoshlar terma jamoalari umuman olganda barcha yosh toifadagi jamoalar uchun yosh yulduzlar, yosh futbol yulduzlari yetishib chiqmoqda. Futbolimizga prezidentimiz tomonidan adolat o'rnatib berildi, yangi tizim yaratib berildi. Bu o'z mevasini berishni boshladi. Biz orzu qilgan olimpiadaga qatnashdik. O'sha xalqimizda barchamizni orzuyimiz amalga oshdi. O'sha jahon chempionatiga qatnashgan bo'ldik. Uzbekistan will get the chance to prove themselves with a first ever FIFA World Cup appearance next summer. Har yili o'sha yangi futbol maktablari, yangi stadionlar qurib berildi. Yangi imkoniyatlar paydo bo'ldi. O'tgan yil o'sha davlat rahbarimizdan o'sha medalni qabul qilib olganda juda ham boshqacha hissiyot bo'ldi. Kutmagandim rosti. Lekin o'sha davlatimiz rahbari juda ham kattakon rahmat aytmoqchiman. Kichkina bo'lsa mehnatimizni e'tiborsiz qoldirmadingiz. Futbolimiz jahon chempionatiga chiqishiga asosiy sabab prezidentimiz futbolga bo'lgan e'tiborlari, chiqarayotgan qarorlari katta rol o'ynadi. Global tajribada futbol akademiyalari juda ham katta o'rin tutadi. Xususan, eng rivojlangan futbol mamlakatlarida ham mana shunday akademiyalardan yulduzlar yetishib chiqadi. Ko'pchiligimizga tanish yulduzlar va demak bizning navbatdagi lokatsiyamiz ham Qashqadaryodagi, aniqrog'i Qarshi shahridagi viloyat futbol akademiyasi. 154 o'ringa mo'ljallangan akademiya. 7 ta guruhlarimiz bor, har bittasida 22 tadan bolalarimiz. 110 ga 78 sun'iy qoplamali polya, 110 ga 78 tabiiy va 154 o'rinlik yotoqxona va oshxonalar qurilib bizga topshirildi. Bitiruvchilarimiz har doim mana bu yil 2026-yil 9 nafari turli terma jamoalarda jalb etildi. Respublika akademiyasida 5 nafar akademiyani futbolchilari qabul qilindi. 27 nafar bitiruvchilar O'zbekiston Superliga, Pro Liga, U19 birinchi liga jamoalarida qabul qilingan. Professional klublar, bolalar, o'smirlar sport maktablari, ayollar jamoalari va minglab yosh ixlosmandlar. Ularning barchasi butun viloyatda futbol tizimli va barqaror rivojlanayotganini ko'rsatadi. Mamlakatimizda yaratilayotgan sharoitlar, infratuzilmaning yangilanishi va albatta davlat rahbarining shaxsiy e'tibori tufayli Qashqadaryo futboli o'z so'zini aytmoqda.